Assalomu alaykum. Voy, yaxshimisiz? Siz bozoringiz ko'p ekan. Menda mana shu bitta suv xolosda, tez shu to'lab nima qilib oling. Mana, sizlarchi. Hop, rahmat. Tabriklayman. Siz Fruktovoy magazinimizni 1100-omadli mijozi bo'ldingiz. Mana sizga bonusli karta. Накопительный karta. Sizga bir umrlik 50% hamma mahsulotlarimizga skidka. Bundan tashqari Fruktovoy magazinimiz tomonidan Koreyaga vizasi bilan sizga tekin sayohat. Hamma xarajatlar Fruktovoy magazin tomonidan qoplanadi. Tabriklayman. Voy. Bas, mana ichib qol, iching. Suv. Tekin. Hay, o'la. 5 minut chidab tursam bo'lmasmi deya. O'la. Voy. Yaxshimisiz? Keling, mana suvdan iching. O'zingizdamisiz? Qiz. Nima bo'lyapti? Keling iching. Tuzuymisiz? Mazingiz yaxshimi? Nima bo'ldi sizga? Bir narsa bo'ldimi? Nima qilyapsiz bu yerda? Bu sizga. Voy, saqlab qo'ying. Voy Umid opa, shu desiz, shunaqa sharmanda qonini qappaytirib mahallada uyalmasdan yuribdi dini. Xudo biladi kimdan u qayerdan topgan. Eng yomoni bilasizmi? Haligi ota onasi Bola kimdan ekan? по-моему, shu bola mahallada gapirishyapti Anvardan-da. Voy, Anvardan shunaqa bir shubhalarimiz bor. Biz qo'shnilar bilan shuni rosa muhokama qilib shunaqamikin deb o'yladik-da. Gumon yomon, ama gumon. Odamlar hech nimadan qo'rqmaydi hozir. Odamlar uyalmaydi, opa. Yo'q. Voy, ishonasizmi, ota-onasini uyalmaganini aytmaysizlarmi? Yo'q, shu desiz, opa, qarang. Biz nimaga uni Anvardan deb o'ylayapmiz, bilasizmi? Chunki oxirgi paytlari skameykalarda o'tirib, xiring qilib yurib, juda ikkalasi inoq bo'lib qolishuvdi-da. Shu desiz, uyalishmaydi. Man mahalla komitetlaridan ustilaridan arz qilmoqchiman. Bu nima degan gap? Bu nima degan gap? Siz olgan narsani ochib olishdi-ya. Endi opa, saniki bormi? Yuring, nima deyapsan? To'g'ri, boringda choydan damlaydi, bir piyola olib, o'rgatdi. Voy, qarang, gapirdi. Pulimni qaytarib ber mashayni degan xabarni deyarli har kuni olaman. Ehtimol bilan Amina halol reklamasi sizda ham chiqqan yoki bo'lmasam unga aldanganlardan birisiz. Afsuski bu holat deyarli 1,5 yildan beri davom etmoqda. Oqshoming qo'limdan hech narsa kelmayapti. Ko'pchilik menga yozadi, ularni sudga bermaysizmi, topmaysizmi deb. Albatta ularni ustidan harakat qildim, lekin qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Ular bu mashaynistvani chet davlatdan turib Telegram kanallar orqali qilishadi. Hozircha ularni topishni imkoni bo'lmadi. Amina halol ustidan minglab arizalar bor. Qo'limdan kelgan yagona ish bu odamlarni ogohlantirish. Hattoki bir kun kelib, meni nomim bilan mana shu asosiy profilim pulingizni ko'paytirib beraman degan videolar chiqsa ishonmang. Sababi bu profilim zlom bo'lgan bo'ladi. Men hech qachon bunaqa ish bilan shug'ullanmayman. Hech qachon sizlardan pul so'rab chiqmayman. Meni kasbim umuman boshqa. Hattoki mana shu chiqargan videomni ham sun'iy intellekt yordamida o'zlarini foydasiga ishlatishlari mumkin. Agarda siz уже aldanganlardan bo'lsangiz, siz uchun afsusdaman. Pulingizni qaytarib olamiz. Bu videoyimni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam bering. Sababi ularga ko'pincha qiynalgan odamlar aldanishyapti. Hurmat bilan, Nazira Rasulova. Pulimni qaytarib ber mashayni degan xabarni deyarli har kuni olaman. Ehtimol bilan Amina halol reklamasi sizda ham chiqqan yoki bo'lmasam unga aldanganlardan birisiz. Afsuski bu holat deyarli 1,5 yildan beri davom etmoqda. Oqshoming qo'limdan hech narsa kelmayapti. Ko'pchilik menga yozadi, ularni sudga bermaysizmi, topmaysizmi deb. Albatta ularni ustidan harakat qildim, lekin qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Ular bu mashaynistvani chet davlatdan turib Telegram kanallar orqali qilishadi. Hozircha ularni topishni imkoni bo'lmadi. Amina halol ustidan minglab arizalar bor. Qo'limdan kelgan yagona ish bu odamlarni ogohlantirish. Hattoki bir kun kelib, meni nomim bilan mana shu asosiy profilim pulingizni ko'paytirib beraman degan videolar chiqsa ishonmang. Sababi bu profilim zlom bo'lgan bo'ladi. Men hech qachon bunaqa ish bilan shug'ullanmayman. Hech qachon sizlardan pul so'rab chiqmayman. Meni kasbim umuman boshqa. Hattoki mana shu chiqargan videomni ham sun'iy intellekt yordamida o'zlarini foydasiga ishlatishlari mumkin. Agarda siz уже aldanganlardan bo'lsangiz, siz uchun afsusdaman. Pulingizni qaytarib olamiz. Bu videoyimni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam bering. Sababi ularga ko'pincha qiynalgan odamlar aldanishyapti. Hurmat bilan, Nazira Rasulova.
Pulimni qaytarib ber mashaynik degan xabarni deyarli har kuni olaman. Ehtimol bilan Amina halol reklamasi sizda ham chiqqan yoki bo'lmasam unga aldanganlardan birisiz. Afsuski bu holat deyarli 1,5 yildan beri davom etmoqda. Xohishoming qo'limdan hech narsa kelmayapti. Ko'pchilik menga yozadi, ularni sudga bermaysizmi, topmaysizmi deb. Albatta ularni ustidan harakat qildim, lekin qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Ular bu moshennichtvani chet davlatdan turib Telegram kanallar orqali qilishadi. Hozircha ularni topishni imkoni bo'lmadi. Amina halol ustidan minglab arizalar bor. Qo'limdan kelgan yagona ish bu odamlarni ogohlantirish. Hattoki bir kun kelib meni nomim bilan mana shu asosiy profilim pulingizni ko'paytirib beraman degan videolar chiqsa ishonmang. Sababi bu profilim zlom bo'lgan bo'ladi. Men hech qachon bunaqa ish bilan shug'ullanmayman. Hech qachon sizlardan pul so'rab chiqmayman. Meni kasbim umuman boshqa. Hattoki mana shu chiqargan videomni ham sun'iy intellekt yordamida o'zlarini foydasiga ishlatishlari mumkin. Agarda siz уже aldanganlardan bo'lsangiz, siz uchun afsusdaman. Pulingizni qaytarib olamiz. Bu videoyimni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam bering. Sababi ularga ko'pincha qiynalgan odamlar aldanishyapti. Hurmat bilan, Nazira Rasulova. Voy, keldim. Xo'p, qalaysizlar? Nechta sotuv bo'ldi? Hozirgacha 499 ta sotuv bo'ldi. Zo'r. Keling shunaqangi aksiya e'lon qilaylik. 500-xaridorga nima olsa ham hammasi tekin degan. Ha? Zo'r savdo bo'ladi. Instagramlaringda ko'rdim, zo'r narsalaring kelibdi. Mana shu ko'vrigingizdan ham bitta berasiz menga. Keyin mana Haladok mashumidi, Haladok aytganlaring. Mana shundan ham ikkita qo'lchochiq naboringizdan ham bittadan bering. Kupun parashogingiz ham zo'r ketqizdi o'tgan safar. Buni parashok gelidan ham berasiz. Keyin buni nimasi ham bor edi, kapsulasi, o'shandan ham berasiz. Mana shularni oldim. Hammasini urab berasiz. Qancha bo'ldi? Bo'ldi. Bular 1,200,000 bo'ldi opajon. Ay, bitta kir soladigan korzinkangizni olmoqchi edim undan. Uni ham qo'shib hisoblang. Bo'ldi. Unda 1,5 million bo'ladi. Opajon, hozir bizda aksiya. Voy, hurmatli mijoz, xush kelibsiz. Sizdan общий nech pul bo'ldi? 1,5 million. Ha, 1,5 million so'm bo'ldi mana. Bu aksiya dedi-ku. Aksiyam, ha, to'g'ri. Bizda hozir 1 milliondan oshiq narsa olgan mijozimizga mana bu sochiqchamiz sovg'aga qo'shib berilyapti. Mana bu sizga sovg'a. Rahmat. Hisoblab o'rab beringlar. Umidaxon, ish tugadimi? O'tiribsiz, bemalol xo'ja bo'lib, ha? Bo'ldim, hamma ishlarimni qilib bo'ldim. Changlarni artib bo'ldim, polkalarni yig'ishtirib, kecha kelgan napitkalarni nazorat qilib bordim. Ularni ham terib qo'ydim, napitkalarni ham. Hamma yo'lda yig'ishtirdim. Hammasini tozalab bo'ldim. Bugun oilaviy piknikka chiqmoqchi edik-da. Bugun jicha ertaroq ketsam maylimi? Ishtahani karnayligini qaranglar. Bu hozir piknikka borarmish, ha? Men boshliq bo'lib turib, hali men borganim yo'q. Bu mendan birinchi boradim-ya. Hozir men seni bo'playman. Siz jicha piknikka shoshilmay turing. Yana jicha ishimiz bor. Yuring, men sizga ko'rsataman. Umidaxon, siz piknikka shoshilmang. Mana qarang, shuncha ish turibdi ekan. Mana endi shu ishlarni qilasiz. Bata uncha ko'p ish emas, 1,5 soatlik ish bor. Men sizga ish bilaman, siz bularni eplaysiz. Yozda qilib qo'yasiz, keyin ana kelasiz piknikingizga qarab. 1,5 soat ketadimi? Hayi, 1,5 soat siz uddalaysiz. Ertaga qilsamchi? Yo, bugun qilasiz. Bo'ling, davay, kirishing. Bugungi ishda ertaga qo'yma deyishga. Bo'la qoling. Ertaga kech qolib ketadi. Yo, bo'la qoling. Bugun bormasak ham, menda bo'lmasam piknikka. Bugun siz o'zi bitta ham ish qilganingiz yo'q. Mana shu ishlarni qilib qo'ysangiz, bugun sizga dam beraman. Bo'la qoling. O'la, shuncha ish turib piknik deydi-ya. Masalan, oylikni bekorga to'layapman. Ishingni qilay. Piknikda balo bor.